Hoppa. Bo'ladi. Ko'pchiligimiz muzlatgichda bir necha kun turib qolgan yogurt, qatiq yoki sut mahsulotlarini ko'rganimizda muddati o'tib ketgan, ichib ko'rsam bo'larmikan degan fikrga boramiz. Ko'p odamlar muddati o'tgan qatiq yoki sut mahsulotlarini iste'mol qilish katta muammo deb o'ylaydi. Aslida bu mahsulotlar vaqt o'tishi bilan zararli bakteriyalarni paydo qiladi. Bu esa ba'zi hollarda oshqozon og'rig'i, ichak kasalliklari va zaharlanishga ham olib kelishi mumkin. Agar qatiq tabiiy fermentlarga boy bo'lsa, nega u muddati o'tgach o'zgarishi mumkin? Hidlab ko'rish yoki bo'lmasam tatib ko'rish orqali mahsulot muddati o'tganligini aniqlash mumkinmi? Yaqin kunlarda Fikrlar podkastiga biotexnolog olimni taklif etamiz. U bilan mana shu kasalliklar va keltirib chiqarish mumkin bo'lgan omillar haqida yaqindan suhbatlashamiz. Agarda sizga ham bu mavzu qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuborib qo'ying, chunki bu mavzular barchamiz uchun muhimdir.